Assalomu alaykum. Sizga gap yo'q ko'rsatuvining aziz muxlislari. Bugun mehmonimiz, elimiz, yurtimiz sevgan ajoyib boshlovchimiz, aktyorimiz Abdubosit Sarimsoqov. Xush kelibsiz. Rahmat, xushvaqt. Tomoshabinlar bilan bir so'rashib olsangiz. Assalomu alaykum. O'zbek tilini tushunadigan, o'zbek tilini biladigan va o'zbek kontentlari tomosha qiladigan 7dan 70 gacha bo'lgan o'zbek xalqimiz, o'zbek millatdoshimiz barchalarga xonadonlik, tinchlik, xotirjamlik tilaymiz. O'sha sizga gap yo'q degan so'zga munosib bo'lib shu safda bo'lganimdan juda ham xursandman sizlardan. Rahmat taklif uchun oldindan. Rahmat aka. Abdubosit, birinchi savol. Abdubosit qayerda tug'ilib, qanday vaziyatda katta bo'lgan? Yaxshi savol aka. Bu har doim beriladigan savol, lekin samimiy beriladigan savollardan bittasi. Men Toshkentda, O'zbekistonda tug'ilganman. Zangiota tumani bo'lardi u paytda. Hozir Sergeli tumani deyishadi. Shu mahallada tug'ilib, katta bo'lganman aka. Nomi nima mahalla? Beruniy mahallasi. Beruniy mahallasi. Endi kamtarlikka yo'ming-ku, ota-onangiz haqida ikki og'iz. Ota-onam haqida ikki og'iz kamlik qiladi menimcha, chunki hammani ham ota-onasi haqida gapirishi juda ham olam uka, hammaniki. Men alohida hamma uchun shunaqa bo'lsa kerak, men ham alohida aytib o'taman. Meni ota-onam faqat O'zbekistonda, yer yuzida, planetada unaqa ota-ona yo'q men uchun. Meni har qanaqa holatimni, meni har qanaqa imkoniyatimni ko'tara olgan. Bugungi kungacha ularni tarbiyasi, tanqidlari va taqiqlaridan tashqari ularni duosi bilan deyman. To'g'ri, balki tomoshabinga bu har doim san'atkorlar bilan suhbatda shunaqa deyiladi deyshadi, lekin rostdan ham men duoni evaziga yuribman deb bilaman. Chunki xafa qilganimda jazosini ham ko'rganman, hayot ko'rsatgan jazosini ham. Ota-onam haqida gapiradigan bo'lsam, bu aytdim, ikki og'iz gap bilan tushuntirib bo'lmaydi. Nega desangiz, onam haddan tashqari degan so'z ham kamlik qiladi. Mehnatda bizani katta qilganlar, rostiga mehnatda buni uncha odam ishonmaydi. Men aytaman, bochkalar bo'lardi. Bochka, temir bochkalar. Unga yomg'irdan suv yig'ilardi. 200 litr. Haligi yomg'irdan yig'ilgan suv muzlardi qishda. U muzni ko'zim bilan ko'rganman, tesha bilan yorib rediska yuvardilar. Hovlida teplitsamiz bo'lardi. O'shani yuvib bozorga tayyorlab olib chiqarilib, bu mehnat hozir uncha ayol kishi qila olmaydi desam, erkak kishi ham qila olmaydi kerak bo'lsa. Yana shunaqa holatlar bo'lganki, onam to'g'risida hozir gapiryapman. Uy qurganmiz biz, uchastka qilganmiz, 89-yil ko'chib chiqqanmiz bu yoqqa. O'sha paytda esingizda bo'lsa, oldin polli dispi bo'lardi. U dispini tegini saqishlanardi. Bilasizmi, qora saqish tegini. Chirib ketmasligi uchun, zaxdan saqlash uchun. O'sha paytda birlar onam bilan borardi, 28 ta, 23 ta, 20 tadan kam bo'lmagan paxsachilar ishlardi. Paxsachilarni taklifi, paxsachilarning talabi yong'oq, asal, qaymoq, go'sht kartochkasiz qovurilgan degan narsani yeyishardi. Og'ir ish qilishadi. Men mehnatlarini aytib o'taman. O'shani olib kelinardi, ular paxsani qovurardi. Bu yerda torchalar ham bo'lar, baravar ketaverardi. Valik degan narsa bor. Shu valikda saqichcha olib, eritib, olovni yoqib, men birga borardim onam bilan. Haligi dispini tegini valikda shunday ko'targanda ko'zim oldida bo'lgan narsa bor. Men buni ko'p eslayman. Valikdan oqib, qaynab turgan saqish mana shunday oqqanda. Men o'sha narsalarni eslaganimda bilamanki, u ayolni yotadigan joyi, uyi, turmush o'rtog'i bilan mavjud bo'lgan, uyimiz bo'lganda bu yerda, dadamlarning uylari. Endi baribir hamma o'zining alohida uyi bo'lishi kerak, lekin shu narsa uchun qilayotgan harakatlari u biz uchun bo'lganda. Bolalar biz 3 o'g'il bo'lganmiz. O'sha narsa uchun harakat qilingan. Men endi esimda qolgan paytlarni aytayapman. Undan boshqa ham qiyinchiliklar bo'lgan-ku. Lekin o'sha azoblarga onam men uchun, akam uchun, ukam uchun bardosh berganlar. Odamlar davlat ishida ishlaganlar, vazirlikda juda ham ko'p. Hali Soyuz paytida Amerika Qo'shma Shtatlaridan boshlab u yo'g'ini tushunavering, bormagan davlatlari yo'q. Odamni komandirib ketaverardilar. Onam bilan biz uyda qolardik. Mana shunaqa narsalarga qarardik-da, ovqat tashish boshqalarga.
yana bitta onamni yaxshi odati bor. Men onam degan, otam degan bo'la olmasligimga men yaqinda o'zimga o'zim ishonch hosil qildim. Misol uchun qaynona, qaynota, dugona, gap-gashti, turmush o'rtoq kerak bo'lsa farzandlarim. Boshingiz og'risa, bolalaringizga, turmush o'rtog'ingizga aytasiz, boshim og'riyapti deysiz misol uchun. Biron bir kasalingiz bo'lsa aytishingiz mumkin. Onam bitta prinsiplari bo'lgan, shu paytgacha menda yo'q u narsa. Shu onamni aniq qiladigan bo'lsa, e'tirof qiladigan bo'lsam, biron bir joylari azoblanayotgan bo'lsa, kimgadir dardlarini dasturxon qilmagan odamlar-da. Hatto onalar kelib so'rasa ham, boshqa qilsa ham o'zida. Chunki falsafasini men tushunganman. Nega aytmaysiz? Mana hozir mazam yo'q. Hozir davlengiz ham oshdi, nima aytmaysiz? Nima qilib beradi u odam? Nima qilib beradi? Meni uyimdagi muammoni yoki meni muammoyimni kimdir hal qilib bermaydi-ku. U meni muammoyim deganlar. Men shu narsa menda yo'q, men aytaman. Misol uchun Alisher aka, Jo'rdik aka, men mazam yo'q bo'lsam, charchadim, ketaman, deya olmayman-da, deyveraman, deyman. Ularda unaqa bo'lmagan-da. Sabr. Juda aka, sabr, juda narsa. Yaqin bitta narsa o'qib qoldim, xuddi men ota-ona haqida gapirilgandek bo'lib qoldi. Internet o'qib qoldim. Bir oilani deyapti. Tinchligi egasidan va bekasidan deyapti. Tinchligi. Xudo qilish to'g'ridan-to'g'ri gap, lekin tagida qo'shimchasi bor. Ularni bir-birlariga nisbatan sabrliligidan. Mana shu narsa ota-onamda bo'lganda juda qattiq narsa, ko'p narsaga sabr qilganlar. Qarang, yana bir narsa aytib beraman sizga. Quduq bo'lardi oldin. Mana qilib tortib adamni onalari rahmatli buvimlar quduqdan endi borib suv chiqaraman deganlarda, quduq qo'llaridan chiqib ketib qolgan. To'la qo'llari yo'q, yelkalarim qatlarigadir tegandi. Onam dalada bo'lganlar yoki bir ish bilan band bo'lganlar, lekin aybdor onam bo'lganlar adam uchun. Biz eslaymiz shuni, qattiq urishganlar. Qaramaysanmi? Onam aytmaganlar o'sha yerda, men dalada dedim, ha, menda ayb deganlar. Bo'lmasa u xonadonda boshqa kelinlar bo'lgan, boshqa odamlar ham bo'lgan, lekin aybdor onam bo'lganlar. Dardlarini birovga aytmaganlar. Hech qachon, aka. Faqat ishlariga yutganlar. Hech qachon aytmayman. Kelinlar haqida ma'lumot yopiq bo'lgan bizamizda. Mana kelin oldi-da, onam kelin olganlaridan ustiga qo'shnilar bilmagan hech narsani-da. Kelinlarning xatosi ham bo'lgan, kamchiligi ham bo'lgan. Qarindosh urug'lar kelib qolganda, misol uchun meni kelinim anaqa qildi, mana bunaqa qildi, salbiy narsa aytilganda, ha, meni ham kelinim devoradi deguncha odam, meni ham kelinim mana bunaqa qildi. Onam hech qachon aytmagan. Hech qachon bor bo'lgan u xatolar ham bo'lgan kelinlarda. Idealimiz, lekin onam hech qachon aytmaydi. Hech qachon uyi sirini yo o'zini muammosini birovga aytmagan, hech qachon. Misol uchun deylik, onam qandli diabet bilan og'rib qolganlar, yuqori davleniya bo'lib qolganlar, na akalari, na ukalari, na boshqa qarindosh o'g'li dunyodan o'tkunlarigacha men bilishmadi, keyin bildi, aytdi deb maktab bor. Aytmaganlar. Boshqa odam dardi sar bo'lib qoladi, men bunaqa bo'lyapman, men bunaqa aytmaylar, aytmaganlar. Mana shu odat menda onamda yo'q. Ya'ni onamdagi odat menda yo'q deb. Bu onam haqida edi. Endi otam haqida deydigan bo'lsam, uka, otam men uchun bilasizmi, noto'g'ri bo'lib qolmasligi uchun ta'kidlab o'taman bu narsani. Alloh payg'ambarimiz undan keyingi odam edi. Undan keyingi zot edi men uchun. Sababi, uka, men juda ham bir agressivniy katta bo'lganman. Masalan, men mahallada to'polonchi bola bo'lganman. Juda ham to'polonchi bola bo'lganman, aka. Mana oddiy misol aytib beraman, qaysi darajadagi to'polonchiligimni. Maktabdan kelayotganimda kimnidir zo'rgini chalib qochib ketardim. U chiqardi, yo'q, hech kim, men ketdim. Mobodo manligimni kimdir bilib qolsa, Alisher akani uyini zo'rgini mana chaldi, bilib qoldi. Alisher akam chiqib onamga e'tiroz qildi, otamga e'tiroz qildi. Ertasi kuni Alisher akamning oynasi singan. Jazoni qarang. O'zimni xatoyimni fosh bo'lganligini evaziga men Alisher akamning oynasini sindirib ketardim. Shu darajada to'polonchi odam bo'lganman. Bola bo'lganman, juda ham. Endi qilgan yomon ishlarimni aytadigan bo'lsa, hozir menimcha bu ko'rsatuvdan keyin meni hech kim yaxshi ko'rmaydi, o'zini ham yaxshi ko'rishmaydi, lekin juda ko'p yomon ishlar qilganman-ku bolalikda. Bolalikning sho'xligini chegarasidan o'tib ketgani bo'lgan. Bola bo'lsang sho'x bo'lgin, Sho'x bo'lmasang, aka, bu gap ham holi ishoning. Men sizga oddiy bittasini aytib beraymi? Xo'p. Mushu. Men mayli odam yomon ko'rib qolsa ham bolaligimda aziz mushu. Nogohon oldimdan chiqib qoldi. Meni qo'rqityapti. Adashib. Bu uni juda katta fojiaviy xatosi edi. Nega aka? Uyimiz oldida zo'r bo'lardi, eski balon olinardi. Mushu va uning sheriklari hammasi balonga terilardi, balon ichiga terilib, zo'rga tashlaydilardi aka. U zo'rdan chiqib bo'lmaydi, chiqsa cho'kib ketadi. Unga jazo edi. Kimman meni qilganman bilmayman aka. Shunaqa darajada sho'x bo'lganman. Nima deydi? O'ldirishgacha boradigan sho'x bo'lganman. Endi tasavvur qiling, bola farzand sifatida bu sho'xlik ota-ona uchun qanaqa ta'sir qiladi. Men otam qanaqa darajadagi odamligini men uchun sizga aytib beraman. Aka, men bironta odamni ushab so'ymoqchi bo'lsam, qo'pol aytayapman, pichoq bilan so'ymoqchi bo'lsam,
Oka vallomati kelsa ham men to'xtata olmagan. Abduvosit desalar adam oka pichoq qo'lidan tushib ketgan. Hamma bilgan buni. Qarindosh urug', yor birodar, yaqinlar Abduvositni knopkasi otasi. Bilmayman nimaga boshqalarga nisbatan kimdir onasini qanchadir foiz yoki otasini qanchadir foizli bo'lsa yaxshi ko'r. Men otam yaxshi ko'rish darajasi juda ham kuchli bo'lganmi bilmayman. Bitta narsa aytaman, bu narsadan bir o'tish mumkin, stroy. Adam biroma turmagan, ishonasizmi? Men sog'inib, men xohlardim adam urishlarimni. Sababi urganlar yaxshi edi. Otam shunaqa o'tkir zehli odam bo'lganlar, mana shu operator bolalarmi? Shu operatorlik masalasida nimadir biladi, bular. Bulardan kam emas bilarlar-da. Juda ham rostlikam o'qigan odamlar, maktabni, institutni, haligi doktor anaqalarning hammasini oltin medalga maktab qilib bitirgan odamlar. Shoirmi? Shoir bilan, yozuvchimi? Yozuvchi bilan, kinochimi? Kinochi. Любой odamlar undan kam bo'lmagan holatda gapiradi. Televideniyaga ham bir necha marta ko'rsatuvlarga borganlar, o'shalar bilan ham gaplashganlarida yaxshi suhbatdosh bo'la olgan odamlar-da adam. Meni har qanday agressiv holatimdan faqat otam to'xtata olgan. Men u odamni yana bitta narsasini aytaman, otamni. Misol uchun hozir o'tiribmiz siz bilan. Mana shu o'tirgan o'sha kreslolari yer ochilib tushib ketdi. Men aniq bilaman, men bittigilar ham siz ham men ham Dilshod aka deb qolamiz deb, bu to'g'rimi? Adam juda og'ir bosilish bilan muammoni yechimini o'ylagan odam. Menda yo'q u narsa. Men xohlayman shu narsani shunaqa bo'lishiga. Odamlar biron bir tom bosib qolsa ham og'irlik bilan, azmlik bilan, aql bilan ish hal qiladigan odamlar-da. Birdan vaqtma kutmaylik. Xuddi shunaqa xohmalik menda bor-da. Chunki men sog'inadigan narsam shuki, ota-onamdagi mana shu hislatlar menda yo'q. Otamdagi menimcha menda bo'la olmasa ham kerak deb o'ylayman. Mana ota-ona haqida ozgina bo'lsa ham suhbat qildik. Juda kam ekan. Ozgina bo'lsa ham. Men yana kelaman sizga suhbatga bir kun bu masalada. Endi Abduvosit qarindosh urug'ida san'atga bir moyillik bormi? Qanday bir san'atga bir qadam qo'yib, Abduvosit san'atga qarab kelib qoldilar. Shuncha sho'xlik qilib turib, Aka qarang, men sizga aytib beraman. Men maktab paytini eslayman. Maktab paytida bolalikda Nechinchi maktab? 25-maktab Maksim Gorkiy nomli ko'mir yoqiladigan maktab edi, Urganchda, Xonobodda joylashgan edi. Xonobodda orqa tarafida, mahallaning orqasida. U men 3-sinfgacha o'qiganman, keyin ketganman. Okelarga maktablar ham bir kipochka maktabda o'qigan, Raskov maktabda o'qigan. Siz yashaydigan taraflarda ham o'qiganman. Shu darajada to'polonchiligi uchun hamma dod dikaradi. Xullas, maktab paytida mahallada to'ylar bo'lardi. To'ylarga chiqib tomosha qilib turardim. To'ylarda bilasizmi, xonanda, sozanda yoki boshlovchilar diqqat va e'tibor markazida bo'lgan. Har doim chiroyli kiyingan bo'lgan, yaxshi mashinalarda kelishgan, odamlar e'tiborda bo'lishgan, hamma kutib olgan. Bilmayman, balki shu e'tibordir, balki havasdir, bilmayman, men parta chalib o'tirardim. Har doim parta chalib o'tirardim. O'qituvchilarim dod dedi, artistmisan deyishardi, doirachimisan deyishardi. Bilmayman, balki shu gapga kirganman. Endi gapni lo'nda qilib beradigan bo'lsa, odamlar e'tiborda bo'lish menga yoqmadi. Va unga bo'la olaymikanman degan savol turadi hayotda. Meni qo'limdan kelarmikan? Men chiroyli bola emasman-da. Mana bo'ladi-yu, chiroyli bo'l, choqchilar takoy. men haqimda aytyapsiz. Unaqa emasman-da, yoki lekin men shu gapni bir ikkita ijodkorlar oldida aytganimda, "Aka, men sizga bitta gap aytaman" dedi. Uni aytsam, "Siz chiroyli emasdirsiz" dedi. "Simpatichniy emassiz" dedi. Lekin eng simpatichniy odam bor edi. Alain Delon bo'lmaydimi? Van Damme bo'lmaydimi? O'shalarda kerak bo'lsa yo'q bo'ladigan narsa bor. Men birovni fikrini aytolmayman, o'zim to'g'rida gapirib anaqa qilman. Bizda istara bor degan. Sizda qanaqadir istara bor, o'sha narsa ushlab turadi. San'atda ham, boshlovchilikda ham, boshqa narsada ham degan ta'rif bergandi. Bilmayman, men ko'z ko'rinadigan narsa emas istara o'qib, odamlarning fikri. Xullas, kamom o'qib, men o'sha to'polonchilarim davom etardi. G'ofur G'ulom degan hozirgi bog'imiz bor, oldin Mirzo Ulug'bek bo'lardi. Shu yerga borib, tegmaganni, teshasini, o'tmaganni, ketmonni urib shunaqa yurgan bolaman, maktab paytida ham to'polonchi. Diskotекasi bormi, o'g'risi bormi, boshqasi bormi, tilida lezo olib beradigani bormi, hammasi bilan mashina o'yini bo'lganman. Laqamlar bo'lardi bir-biriga, shayton, do'zax degan laqamlar qo'yib olishardi ko'cha paytda. Endi ko'cha yo'q, aka, men raqam o'tda u sferada bo'lmagan, lekin ko'chada lomba bola bo'lgan bo'g'irsoq deyishardi men. Men ko'p bo'g'irsoq deyishardi. Keyin xullas 6-sinfdan boshlab odamlar meni har 3 oylik kanakulda ishga berardilar. Shu qiziqish, intilish bo'lsin dedilar menimcha. Birinchi ishlagan joyim xarakterdan chiqib bergan bo'lsa kerak, sallohga berganlar. Salloh bilasizlar kimligini? Xushxonada salloh bo'ladi, mol so'yadigan. Xushxonaga berganlar ishga. 3 oylik kanakulda ishladim. Keyin bozorga berdilar go'sht sotishga, yana qassoblik qo'liga.
makaron sexda ishladim. Quruvchilikda ishladim, kanikullar mobaynida. O'sha paytda o'zida aka tekvando, kickboksingga trenirovkaga ham borardim. 9-sinfgacha. 9-sinfda bitta shlagbaum tushdi, adam aytdilar, bizning oilamizda o'qimagan odam bo'lish kerak emas, sen o'qiysan dedilar. Va otam Sog'liqni saqlash vazirligida ishlagan odam, butun respublika bo'yicha bitta dona plan toksikoloq bo'lgan odam. O'qish kerak dedilar, hamma narsani to'xtatdilar, meni kimyoga berdilar, kimyaga repetitorga borib o'qiyman. 1.8 ta Mendeleyev jadvali bor, yodlayman, kelib yodlab beraman. Ertasiga aytdilar, esdan chiqib qoladi ekan. Mendeleyev jadvali. Haligi joyda xullas repetitorlarga olib borishdi, boshqa qilishdi-da. 9-sinf bitirganimdan keyin adam aqlli odamlar-da, meni institutga kirish ishtiyoqim yoki bilim darajam u darajada emasligini bildilar menimcha. Sizlarga yaqinroq joyda Toshkent agrotijorat kolleji bor. Ha, pastda Nazarbayevmiz. Ha. O'sha yoqqa o'qishga kirib turasan dedilar. 9-sinf attestat bilan. 11 ham beradilar. Undan oldin menda 11 ham bor edi, 306 litseyni bitirgandim. 306 litseygacha ham ikkita maktab bor edi. Xullas kalom kirdim, o'tga yer tuzish kadastrligiga kirdim. Menga umuman teskari bo'lgan. Ana o'sha yerda boshlandi biron bir tadbir meni boshlovchiligimsiz o'tmasdi. Hamma tadbirlarda men boshlovchi. O'sha paytga qotirib qo'ysam kerak edi. Bittadan keyin bo'lmadi, bu boshqalar qo'yish mumkin edi endi. Bunaqa bo'lmagan. Zo'r bo'lib ketdi. Bir kun ma'naviyat, ma'rifat ishlari bo'yicha bitta odam bo'lardi. To'y bor. To'yga chiqmaganman aka. Challari bor. Endi men qaytmas edim. Bormagan narsamni qilmagan ishimga borib. Bordim, aka challarini o'sha paytdagi challarlarning ichida menimcha odamlar bilan общение qilib, improvizatsiya qilib yaxshi o'tkazdim menimcha, yomon emas. Chunki qattan bilaman, unaqa bo'lmagan, bu hozir kimgadir qo'pol tuyulishi mumkin, boshlovchilarga ham balkim. Aka 12 ta ish olganman shu challardan. 12 ta taklif olganman, sirasi. Bittasi ertasiga sirasi. Pulli hamma pul to'g'risida gaplashmayman, bilmayman bu, lekin pul beradigan hammasi. Kollejda o'qiyman. Qarasam 8 xullas 12 ta to'y o'tkazgandan keyin to'yda baribir san'atkor ko'radi, meni boshqa bo'lib ketdi, ulanib ketdi. San'atga to'r tortgan ekanda. Yo'q, to'y ham tortgandan keyin adam chaqirdilar bizni. Men qarab o'g'lim, bu paytda shunaqa bo'lardi-ku, bilasiz, haligi armiyaga bormagan bo'lsa qiz berma, o'qiganmi yo'qmi degan narsalar aytdilarki, menga otarish kerak emas dedilar. Agar mana shu sohaga qiziqsang dedilar, shu soha bo'yicha o'qisang dedilar, gap yo'qdilar, ishingni qilgan dedilar. Endi o'qish kerak, bu ingliz degan gap aka, men g'irib ko'cha bo'yatdim. Bo'ldi deb shunaqami desam shunaqa. Demak, meni muhabbatim bo'lgan ekanmi, davomini kasbimda aka. O'sha gapirgan gaplari bahorda gapirilgan bo'lsa, o'sha yil yozdim, menda 11 attestati bor-ku. Shartta bor institutga topshirdim. Keldim. Institutga yillar topshiriladi, kelsam uyda onam bilan otam o'tiribdilar. Qo'lida men institutga dokument topshirdim desam, miyada kulib qo'ydilar onam. Qanaqa qiladi degandek qilib. Xullas o'z holatiga qo'yib berdik, tavakkal ketdim. Bitta narsa esimdan chiqibdi. Bu narsani aytib o'tishim kerak. Men boshlovchilikka qiziqishimning asosiy sababi 11-sinf bitirganimizda biz litseyda oqshom qilganmiz. Oqshomda Rashid Xalikov dejur bo'lgan. Massiv Oktyabrda bittasini xonadonida bo'lgan. Oqshomimiz. U yerda Ramiz Turopovich, Ramiz aka Qodirov o'rtoq borganlar oqshomda. Oqshomni boshida 3 ta 11 yig'ilgan bo'lsa, 11A, 11I, 11E, men ekologiyasida o'qiganman. 3 ta 11-sinfni sardorlarni chaqiramiz deyishgan. Bizda 3 ta o'g'il bola bo'lgan, bittasi men edim, bizdan men chiqqanman. Shu joyda sizni to'xtataman. Siz haqingizda degan sahifamiz bor. Shu sahifamizga bir inson ovoziga xabar jo'natdi. Shu xabarni siz bilan bir eshitsak. Xudo xolasa. Assalomu alaykum. Men Abdubositni 10-sinf bituruv kechasiga Shahzod guruhi bilan borganimda ko'rganman. Unga tabrik so'zi berganman. U juda epchil, chaqqon, jon kuyar, so'zga chechan yigit edi. Yaxshigina tashkilotchi, sinfdoshlari orasida faolligi bilan ajralib turishini sezganman. U har xil viktorinalar, qiziqarli o'yinlar tashkil etib, davraga o'zgacha kayfiyat kiritgan edi. Keyinroq bilsam, san'at institutiga
drama aktyorlik yo'nalishida professor Hamida opa Mahmudova kursiga qabul qilinibdi. U yerda aktyor va suxandonlikka qiziqishini va iqtidori borligini ko'rsatdi. Radio kanallarida ozoshga, televideniya kanallarida barakasini bersin, YouTube kanallarida Chotki TV ko'rsatuvlari boshlovchilari sifatida elga tanildi. Marosimlar notiqlik san'ati yo'nalishida ham anchagina harakati bor. To'y hasham, yubiley tantanalar, tashkilot tadbirlari, ularda yakka boshlovchilik, konferensiya ju boshlovchilik, tashkilotchi va prodyuser yo'nalishlarida ijod qilib kelmoqda. Shogird sifatida sadoqatli, ijodkor sifatida barkamol, suxandon so'z ustasi. Do'st sifatida esa ishonchli. Bunday inson bo'lib shakllanishida rahmatli bobolari, ota va onalarining munosib o'rinlari bor. Men Abdubositga kamolat cho'qqalarini tilab qoluvchi Ramziddin Qodirov. Bu odam to'g'ri tanlov bo'lgan aka siz tarafingizdan, chunki bu odam qo'rqmaydigan odam. Bu odam, men ustozim bo'lgancha aytmayman, bu odam mard odam deb. Bu aytoladigan odam. Agar sizga ko'rsatuv uchun emas, boshqa narsa uchun bo'lganda salbiy taraflarini ham ayting deganda balkim aytardi bu odam. Xullas, bu odam borligi men hayotimda katta ahamiyatga ega. Boyagi so'zlaringizni isboti sifatida shu sahifaga hozir navbatda berib yubordim hamda Ramziddin akani ovozlarini sizga eshittirdim. Suhbatimizni davom ettirishimiz mumkin. Albatta o'sha san'at oliygohiga o'qishga kirdingiz. Keyinroq kirdi u. Bizlar lekin bir joyi borki, o'sha boyagi aytayotgan bitiruv kechasida men mikrofonni olib gapirganimdan keyin Ramziga bitta gap gapirganlar, uni hamma ham gapira olmaydi. U boshlovchi bo'lib borgan, u gonorar uchun borgan, bo'lib ham Shahzod guruhi bilan borgan. Mehnatini qilishga shu odam bitta gap gapirgan. Shu gap gapirmaganda balkim men o'sha tabriklardim, ketardim. Men o'sha boshqalar va otam, onam xohlaganda doktor o'qitishim mumkin. Bu tadbirni siz olib borishingiz kerak deb berdilar menga mikrofon. Men любой shogirdni, Ramziddin Qodirov любой shogirdni oldida ayta olaman, bemalol aka. Men Ramziddin akani qo'limga mikrofon bergan shogirdiman. Oybona emasda, mikrofon bergan shogirdiman. Original, xullas. Xullas, Oginskiga topshirdim. O'tda Ramziz akam ishlashini bilmaymanman. Ramziz akam ishlashini ko'rib yana ham xursand bo'ldim, zo'r. Ekzamenga borib keldim. Borib kelgandan keyin dokument topshirgandim. Bir hayratlanishdi, ekzamenga borib keldim, hayratlanishdi. Lekin okam, men bir narsa aytib o'taman, bu kamsiz emas, bu haqiqat bo'ladi. Okam otamning kasbidan ketganlar-da. 3 marta institutga kirgan. Juda qattiq o'qigan okam. Uyda o'tirib juda qattiq o'qigan. Ukam undan kam o'qimagan, u bormagan, repetitor bo'lmagan. U ham 2 marta, 3 marta o'qigan. Va mendagi fe'lli odamlar emas, okam bilan ukam og'ir vazmin bolalar. Mendan ancha aqlli odamlar bular. 2 marta, 3 marta kirishganman. Men borib imtihon topshirib keldim. Oka, g'irt to'polonchi. G'irt ota-onasini tashvishga qo'ygan bola bittada institutga kirib ketsa nima deysan? Va men institutga kirganim mandat bor bilgan, yugurib shoshib kelman-da. Men institutga kirdim desam, qanaqa qilib, nima deyapsan deyapti. O'tda nima bo'lar ekan, aka, institutga kirganlik haqida qog'oz bo'lar ekan, qanaqa bo'lar. Men qog'oz olisham esim kelmagan. Men bo'ldi, uchganman aka. Uchganman institutga, bittada uni ustiga. Men bittada rezultat oldim. Qaytib bordim, yana Beshog'ochga borib kirib, ana qog'ozni olib men kirganimni to'plab keldim. Adamlar kirdim deganimda ham, udvilatsiya qilmaganlar, dokument topshirdim deganimda, men yaxshi mayli degan, kirganimdan keyin adam pauza bo'lgan odamlar. Normal pauza bo'lgan odamda, men endi u pauzani o'zimcha rasfropi qilaman hozir. Adam juda qo'rqqanlar mendan. Qaysi ma'noda qo'rqqanlarki, bu bola to'g'ri yo'lni tanlab, o'ziga munosib bir kasb tanlab, egasi bo'lib ketarmikan? Biz shunga kuchimiz yetarmikan, yo'qmi degan narsa o'tgan menimcha. Chunki aka, men unaqa bolani tarbiya qila olmagan bo'lardim. Meni kuchim yetmasdi. Mana otamni xarakteri, otamni dunyoqarashining kengligi meni randaladi, meni to'g'riladi, qiyshig'imni, singan joyimni gips qilib to'g'riladi deyman hayotga. Va o'sha pauza shunaqa edi menimcha. Men shunaqa deb bilaman. Sababi aka buni
buni uncha odamga nasib qilmaydigan narsa bo'lsa kerak, otani og'zidan bu narsani so'zidan eshitish, kelajakda shuncha payt o'tib institutga kirib soha mutaxassis bo'lib ishlab yurganimdan keyin otam o'tishlaridan 1-2 yil oldin bir gapni eshitdim o'zlaridan. O'qib mazza qilib ishoning, qarang qanaqa narsa. Otam Sog'liqni saqlash vazirligida ishlagandan tashqari Uchtepa tumanida juda katta muddat rahbar bo'lganlar. SES bo'yicha. Ketganlar rahbarlikdan keyin respublikaga o'tib ketdilar, ishlab yurganlar. Bir ulfatlari bilan men institutchilar va hojidagi o'rtoqlari bilan mahalladagilar bilan bozorga tushgan. E'tirof deb aka mazzada bozorga tushgan, o'sha odam o'zgarib ketadi. Yo'q, ketganidan keyin farqatki bozorda bo'lgan avlod almashgan avlod. Bozorga kirganlarda bozordagi ulfatlar tushib go'sht so'rashgan. Farqat bozorda balki ko'risharlar ham, yigitlardan go'sht so'rasa, "Falon narx" deyishgan. Keyin otamda kelganlarda adam sal shu go'shtlar, qazilar, bir narsalarga sal bilimlari, fikrlari, fokuslari bor emasdilar. O'rtoqlari so'ragan qimmatga qotdi deganda, "Kelib, men necha pul qilib berasiz buni?" desalar, "Sizga sezilarli darajada arzon narx ketganda." Ulfatlar, siz bu yerda ishlagansiz degan, go'shoq bo'lishgan, ketishganda, ketayotganda aytishgan. To'xtalar endi deganlar, menga ham qiziq bo'ldi deganlar. Qaytamiz deb erinmasdan qaytganlar. Qassob oldi. Ukam bu yoqqa kelib bir gap so'rayman, rostini aytasizmi? Mana shu bolalar shunaqa deyapti ulfatlar. Yosh katta odamlar, lekin odamlar napres. Siz nima menga arzon qilib berasiz go'shtni? Siz meni taniysizmi? Yo'q degan. Bu odamlar ishlagan paytda odamlar boshqa odamlar bo'lgan o'tib go'sht. Yo'q degan. Nimaga arzon qilib berasiz desa, siz bu yerga bir odam bilan keluvdingiz. Men o'sha odamni astoydil kuzataman, yaxshi ko'raman. Bu sizning o'g'lingiz degan. Ulfatlar shok bo'lib qolgan. Buni kelib adam menga aytib beryaptilar. Ota uchun bu juda katta faxr. Bu dahshat bu qanaqadir bir bu dahshat bu. Men o'ylayman. Otaga faqat dunyoda shundoq mana narsadan tepa narsa yo'q. Albatta farzandi orqasidan rahmat eshitish yoki shunday bir e'tirof qilinishi menimcha har bir otaning orzusi bo'lsa kerak. Bu narsa vashim men aytolmadim, bu narsani eshitganimdan keyin so'z bilan ta'riflamam bo'lmaydi bu narsani. Men rahmat keltirarmikin men ota-onamga bu xarakter, bu film bilan dirdim-da, "Oka, rezultat bu otmayli, 2 yil o'tib bo'lsa-da, bu mana shu rezultat. Bunaqa rezultatlar juda ko'p bo'ldi, juda ko'p bo'ldi menga." Ya hammasini gapirib o'tirishim shart emas, lekin oka bu narsani eshitganimda men real mazza qildim, oka. Bu narsani qaytishi dedi-yu, odamlar aytishardi-yu, oldin qaytishi va bu qaytishi juda tez bo'ldi, oka menga. Otam ham hayotli paytda qaytish bo'ldi. Bir kun SMS kelyapti menga. To'xtamasdan salom alaykum, bunaqa tarbiya qilingan farzand uchun, bunaqa fe'l uchun, bunaqa sabr uchun sizga ming rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin. Men shuncha 30 ta, 40 ta, 50 tagacha bolalarni tarbiyalab kelyapman, shu paytgacha bunaqa bola ko'rmaganman, muomalada boshqada. 12 yashar o'g'lim orqasidan men eshitdim aka shu. Bu haqda keyinroq gaplashsak. Hozir qanaqadir bir talabalik davridan uje o'tib ketib qoldik. Men talabalik davriga qaytmoqchi edim. Kursdoshlaringiz, ustozlaringiz Hamid opani eshitdik hozir. Shular haqida, talabalik davringiz haqida bir ikki og'iz menimcha tomoshabinlarga ham qiziq. Aka, men birinchi bo'lib topshirganimdan keyin, institutga kirganimdan keyin, faoliyatni boshlaganimizdan keyin men birinchi o'sha kursdoshlarimni aytadigan bo'lsam, Ulug'bek Qodirov, Botir Imomxo'jayev, Akmal Mirzo, Gulchehra Ishonqulova, Sevara Hamroqulova, juda ko'p kursdoshlarim, endi men hozir nomlarini aytayotganim, bugun ham faoliyatda, san'atda, media olamida bo'lganlar uchun aytaman. Qolgan kursdoshlarim ham bor. Bosit Rahmatov. Ko'pchilik kursdoshlarim, Sherzod Bozorov bor, Abduvohid aka. Xullas, barcha ana shu drama kinoda birga o'qigan kursdoshlarim bilan 3 ta odam juda ko'p salbiy fikrlarga, e'tirozlarga sabab bo'lardi. Farhod Badalov, men, Botirxon Imomxo'jayev. Chunki biz o'zimizni ehtiyojlarimizni o'zimiz hal qilishga o'rgangan odamlar edik va to'yib ketardik. Lekin shunaqa kunlar bor ediki, aka, sizlar ham bilasizlar buni, soat 1:00 da boshlanardi. Mahorat degan spets bo'lardi. Aka, undan milliard bermaydimi, ketmasdi u. Chunki u faqat ajizlikda bo'lardi. Shunaqa holat edi, undan ketishi. Chunki spetsimiz shu, mahorat darsi. Kim ustoz? Hamid opa. Yana? Turg'anaziz. Turg'anaziz. Ular o'tirgan joyi. Alloh rahmat qilsin. Ajoyib aktyorimiz. Va biz o'sha fanga kirardik, lekin boshqa fanlarga sal e'tiborsizlik qilardik, chunki biz tirikchilik qilishimiz kerak bo'lsa,
oilamiz yo'q, o'zimizcha oila boqishimiz kerak endi o'zimiz fikrimizda. Pul topishimiz kerak. Juda ko'p achitliklarga tushganmiz va atributika qilib buni to'g'irlab qilganmiz. Endi bu ikkinchi kursdan keyin xalq arziqi bo'lib qolasiz-ku. O'sha paytda boshlanganda shu bemalol yurishlar, boshqa qilishlar. Lekin aka men bitta narsani aytib o'taman, bu tanqidiy fikr bo'lsa ham, o'sha paytdagi soyozroq qarashda bo'lib turib o'qiganimizdagi holatdan misqoli ham yo'q bugun. Men shuni bemalol aytaman. Bugun yo'q aka. Bugun e'tirof yo'q bu narsaga. Bugungi san'atdagi bolalarni men ko'rib aytaman, e'tirof yo'q. Men haqqim yo'qdir, bir narsani qoyil qilib qo'ymagandirman. Men shu sohada o'qiyotgan bolalar bilan yoki o'qib chiqqan bolalar bilan yoki qizlar bilan to'qnash kelib qolganimda aka men shu narsani sezyapmanki, u darajada usileni yo'q, u darajada e'tibor yo'q o'qishgan sabab biz aka Qorovulgacha ota esimizda-da, Abdurazzoq aka degan odam Qorovul bo'lardi eshidan kirganda. Ro'zimboy aka degan odam bo'lardi, yoshlari katta. Bizda haligi bizcha o'qib olganmiz, dinimizga o'qib olganmiz. Domlalarning hurmatini qilardik, spetslarga hurmat bo'lardi. Aka bitta narsa bor, ikkita kasb bor men bilganim. Aka uni pul bilan hal qilib bo'lmaydi. Bittasi lech fak. Toshmay. Uni ichini olib turib qo'llab qilib turishgan joyidagi darsini bittasigacha qolinsa deb va uni $50 yoki $100 bilan yoki qanaqadir pora bilan hal qilinsa, o'sha joyiga kelganda bitta odam o'ladi-da. Yoki bo'lmasa san'at sohasida ham. Aka uni odamni emotsional holatga tushirib bo'lib aktyorskiy anaqasidan va u yog'ini olib ketishni o'rganmasa, u butun aktyor emas-da. U naigrish, u masxaravoz yo'q. Bugun deganda men kechaga sal yaqin tarixda eshitganim, qayerda eshitdim, to'ylik yurganimizda, borganimizda bilasiz, hozir gruppalar bor, bir 10 taga chiqib ketdi, hozir ham bor, viyalar. O'shanda teatralning qizlari yoki bolalari ishlayotganini ko'rib, gaplashib qolganda aytaman-da, qanaqa qilasizlar, biz mahoratga keta olmasdik desam, 3-4 so'm beramiz dedi. Aka, men fidoyi ko'rsatish emas o'zimni, aka, menga bir narsa sanchigandek bo'ldi. San'at sohasini pul bilan hal qilish bu fojia aka. Men uchun fojia. Kimgadir men hozir gapiraman, agar sen hozir meni gapimni eshitib bersang, holatga tushib bersang, yig'lab bersang, men senga bir $50 beraman deb bo'lmaydi buni. $1000 bermaysizmi? Tosh bo'lsa yig'lamaydi ham, qabul ham qilmaydi gapingizni-da. Shuning uchun menimcha san'atda ham pul bilan hal qilib bo'lmaydi. San'atni pul bilan hal qilish boshlangan sekundlar san'atni o'ldiradi. Va o'ldirdi. Qaysidir jabhada o'ldirdi aka, bu narsani aytarimki o'ldirdi. U adabiy gapirish, yana bir bu sahnada o'zini tutishlar emas, men bilimda, ilmda aka. Bugun men sizlarning oldingizda o'tiribmanmi? Misol uchun suhbatdosh bo'lib bugungi ummoniga, bugungi dengiziga san'atni bir tomchi bo'lsa ham qo'sha olgan odam sifatida taklif qilaman, e'tirof qilaman deb o'ylayman-da. Agar men hech narsa qilmaganimda va hech narsaga erishmagan bo'lganimda men bu yoqqa chaqirilmasdim va bu yerga chaqiriladiganlarga hali o'zimni ham loyiq deb bilmadim, chunki men ko'rib chiqdim ko'rsatuvlarni, ustozlar va ustozlarni ko'rgan narsasi hozir bitta narsa moda bo'lgan. Haligi uzri balki mavzular chalib ketayotgandir. Insta bloger yoki vayinchilar bilan solishtirganda kim edi bu deb o'tib ketishyapti-yu va vayinchilarni, shu insta blogerchilarni birinchi o'ringa qo'yishyapti. U ani ustozlarchi To'xtamurod Azizov prosta shaxs emas-da aka. Ular shu bir paytlar hamma qarshi chalgan Mirzabek Xolmedov yoki hozir ham qarshi chalayotgan shu Mirzabek Xolmedov, rahmatli Obid aka Asomov bular ustozi deganda aka bo'ldi, mana shu to'xtaydi hamma narsa. Bularni o'sha o'zi biladigan, tomoshabin tushunmaydigan narsalari bor, texnologiyalari bor. O'shalarni o'rganganmi, bo'ldi, shita aytsa, u odamni ustoz degandan keyin u odam viqori, u odam salobati boshqa. Endi To'xtamurod Azizov va men xato deb bildim, birinchi nokamtarlik bo'lmasin, aka yoki juda ham kamtarlik qilyapti demayman, lekin men xijolatda keldim, yana umid etaman o'sha o'zimizni o'rtamizdagi munosabatlar, qadriyatlar meni xo'p deb bu yoqqa kelishimga olib keldi. Endi demoqchimanki, aka, ba'zi bir bugungi kundagi internetda, ijtimoiy tarmoqda, ommada zo'r bo'lib yurgan odamlar zo'r emas hammasi ham. Men ham kerak bo'lsa, chidaman, zo'r emasdan chidaman. Bu yerdagi suhbatdagi bu odamlar, bu akalar taklif qilayotgan odamlarni suhbatini agarda o'tkazib olgan bo'lsanglar, qaytadan ko'ringlar degan tavsiyam bo'lardi. Sababi YouTube'da bo'ladimi bu? Albatta. Ko'ringlar, sababi u odamlar haligi ruschasiga aytganda shkola deydi. O'sha odamlar shkola u odamlar. Insga qaytib olamiz. Yana chalib ketdim. Ins paytlari Diplom spektakl. Yo'q, to'xtab turing, diplom. Ha, ungacha bor.
mahoratgacha bizga 1 soat vaqt berilardi. Obed qilish uchun. Uyda menga yo'l kirish uchun imkoniyat bo'lganda obed uchun pul berilardi yoki bo'lmasa uydan narsa qilib ketilardi. Aksariyat holat tan olib aytaman, otam komandirovkada, onam boshqa ishlar bilan yuribdilar. Aksariyat holatda narsa qilib ketilardi. Nuqta-nuqtali paltam bo'lardi. U paltamni cho'ntagiga soyoz bo'lardi, astarli bo'lardi. Astar so'kardim. So'kib turib, uning ichiga tushib ketadigan sharoit qilardim. Chunki auditoriyadan olib chiqib ketishim kerak edi men bu narsani. Chunki sizon yo'q, pul yo'q. Buterbrod olardim. Bolalar puli borlar chiqib, Zeba opa degan ayol bo'lardi, uni do'kondan narsa olardi yoki bo'lmasam bir stanovoydan pirojka olardi. Men olib MVD taraf bo'lardi-yu. Shu tarafga suv. Uzun German Lopatina ko'chasi. German Lopatina ko'chasi, to'g'ri. Ketishimning sababi men u yerda restoranimni kutardim, daraxtzor ichida. Hali buterbrod hammani oldi yeyish, haligi zapadloda endi u yerda go'yoki o'zi imkoniyati shu. Borib o'sha yerda oka yerdim. Har safar yeganimda qanaqadir tushunarsiz ruhiyatimda holat bo'lardi aka. O'zim kamsitayotgandek yoki nahotki shunaqa imkoniyatsizman degan narsalar bo'lib o'tardi. Bir kun sovuq qish kunida borib yedimda o'sha yerda o'tiraman. Har xil odam o'tib ketyapti. Yig'i kelsa deydi. Dod deb yig'lagim keldi, alam qilib. Nega mana shunaqa ahvoldaman, nega degan savollar bilan yig'lab, xullas yeb, o'sha narsa ham yeb, qaytib keldim, anaqaga o'tirdim, kech payt yana o'sha yig'i o'tib ketib olib. O'sha paytda yo birinchi kursman, yo ikkinchi kursman bilmayman. Chin ko'ngildan Xudodan so'radim-da, aka. Chin ko'ngildan so'radim, ey Xudo, meni ham shunaqa imkoniyatli qilgan. Ana stalovoyda bo'lishgan so'ramadim. Juda katta narsa so'radim o'zim uchun, juda ham katta. Dunyoning eng zo'r restoranlariga borib o'tirish nasib qilsa, Xudoyimdan, aka 22 davlatga bordim. Aka hech qaysida oddiy joyga kirib ovqatlanmadim. Har safar gitsada o'sha duo, o'sha yig'i, o'sha suvni bo'yi, o'sha cho'ntagini astari kesilganligidan kirib joylashtirilgan buterbrod olib yeyishlar zingillab ko'zimdan o'tyapti. Zingillab o'tyapti. Yo'l kiraga berilgan pulni kelishiga, olib qaytishiga tavakkal deb turib buterbrod olmaysidan chiqib ketganimda u yo'l kiragan puliga yeb qo'yardim-da ovqatimni. Tasavvur qiling, 5 yoshdan 5 kun qaytardim. Shunga yeb qo'ydim, qornim o'yladim, nafsim o'yladi. Mashnaq qilib odam charlanar ekan degan fikrga keldim. Agar mashqinchilik bo'lmaganda bugungi natijalardan, bugungi qaysidir ma'nodagi sabrim mevasiga erishgan narsalar bo'lmasdi degan fikrlarim. Yana avvalo Xudoyu, lekin aka u qiyinchiliklarni yana zo'rini aytib beraman. Aka yana bitta qiyinchilik holat ezib chiqib, peshkom ketyapman uyga. Yomg'ir yog'ib turibdi. Endi galstuk taqib kelish talab bo'lgan paytda peshkom ketyapmiz. Bitta mashina shoxsiz ajratib ketgan aka. Ana o'shanda yig'laganman. Ana o'shanda yig'laganimda aka yana Xudodan so'raganman. Ey Xudo, men zo'r mashinada yurayman, yaxshi mashina haydayman, nasib qilgan menga endi. Lekin odamlarga shunaqa qilyapsiz. Xudodan o'zi har doim so'raganda, hozir ham so'rayman, shunaqa so'rayman aka. Menga ber. Imkon ber, sabr ber, boshqa ber. Ey Xudo, faqat bitta imkon kibrlab qo'yman-da. Kibrlanib ketdim. O'zimdan ketib qolsam belgi berib qo'y deyman deb. So'raganimda beradi. Men aka biror yilda, yoki jahlimdan biror yilda biror narsa so'ragan bo'lsam, bermagan yil bo'lmagan. Men uyda aytaman, shu bu bor narsa Xudodan lekin nima so'rasam, mana shu yil o'zgarmasdan hal bo'ladi. Beradi, nasib qiladi. Va o'sha aytganingiz diplom ishi bo'lgan, Bobchinskiy o'ynaganmiz. Revizor qo'yilgan nonushtada. Sherzod Bozorov bilan birga shu rolni o'ynaganmiz. Diplom spektakl haqida so'raganingizga aytaman. Yana bir ovozli xabarga navbatni bermoqchiman. Yolg'on gapirdim-mi? Yo'q, hammasi yaxshi, hammasi joyida. Endi albatta Lapas degan o'rtoqlar, men gapirib bo'lib keyin so'z isboti bilan bo'lish kerak albatta. Abduvos bilan aka men 97-yildan menimcha 97 bo'lsa kerak. 97-yildan beri muzikalniy uchrashuvda o'qirdik biz Yunus Rajabiyda. O'sha yerga kelib yurardi biz bilan o'rtoq bo'lib. O'zi o'qimasdi, налоговыйda o'qirdi. Menimcha налоговыйda o'qiganmi? Boshqa xullas qaysidir o'qishda o'qib bizdan oldimizga kelib yurardi biz bilan aralashib. O'sha paytda o'rtoq bo'lib teatralniyaga kirgan keyin. Manon G'uldomidagi Toshkent davlat san'at oliygohi bo'lardi u paytda. Endi qo'g'irchoq bo'limiga kirgan, qo'g'irchoq aktyorligami, rejissyorligami
keyin u yoqdan bizga перевод qilgan drama kino aktyorligiga. Man starsda edim u paytda. Bir o'qishlarga kelmay to'ylarga ketib qolgan paytida bir marta joniga oro kirganman. Oxiriga Farhod starsda nima desa javob bersa agar shuni anaqasiga davomatiga qoladi deganda turib bo'ldi o'qisin man to'g'irlayman o'qishini deb o'qishdan olib qolganman bir marta. Haydalib ketardi. Undan keyin rosa to'ylarga birga yurganmiz u bilan. Jahongir Otajonov bilan birga yurganmiz. Qahramon akam bilan, Sevil akam bilan va rosa yurardi to'ylarga. Shavkat Ismatov bo'lardi. Isroil akam Said Umarov bilan rosa to'ylarda xizmat qilib yurardik. Talabalik paytlarimizda o'rtalar olib borardik. Mini disklar qo'yardim man, do'l tablalar chalardim. Yaqin orada mana shu 5 yillik ichida bir yaxshilik qildim, bir o'limdan olib qoldim uni. Turkiyada bizni kino olayotgan paytimizda Mendirman Jaloliddin Uyetni o'rtoq bormoqchiman ko'rib, bir qanaqa shart-sharoit, bir o'rganing, iloji bo'lsa intervyu olaman. Maylimi, deda keluvchi gaplashamiz desam, Qora dengizda nima deydi, suvda chegarasi bor deyapti. O'sha chast bor, военный, морской flot deydimi shunaqa. Adashib o'shani darvozasiga qarab ketib qolganda, "Voy deyapman, buncha ko'p yurishing mumkin emas. Menga dumaloq video tashlab, qayerga ketyapsan? Bitta ko'ray deyapman" de. Bitta tashuvdi qarasam armiyaga, armiya emas, u chegara, морской flot chegarasi otadigan joyda. O'sha yoqqa qarab ketib qolayotganda, "Voy, to'xta orqaga qaytdim, mashinada borib o'zim olib kelganman. Voy. Yetganman jinnimizda otib yuborardi o'rtoq. U shu серьезный joy desam, yo'q deydi. Keyin olib kirib ichkarilarda mehmonlar qilib aylantirib kelganman o'rtog'imni. Zo'r bola o'rtog'im. Старательный, rosa bitta narsani boshini ushlayman desa ushlab oxirigacha yetadigan bola deb mana zo'r bo'lib yuribdi-yu, xudoga shukur. To'yga chiqmasa ham. Shu semirib ketyapti-da, shunisi chatolyapti-da. Endi unga ham qiyin. Yaqinda ketma-ketiga Hoji dada bilan Hoji aya o'tib qolishdi, Alloh rahmat qilsin. Men ikkalalarini ham duolarini olganman. Bosta aka-ukalarni to'ylarda o'zimiz xizmatda bo'lganmiz. Adalari bilan ham suhbat bo'lganman, onalari bilan. Onalarini yaqinda ham duolarini olgan edim. Adalarni janazalarida bor edimu, onalarida ulgurmadim men, anaqa dedim, safarda edim. Xullas aka juda yaqin o'rtog'im. Qarang, bir qancha bu gapimni qo'ysangiz, u ko'rsatingiz cho'zilib ham ketadi. Eslaydigan rosa ko'p narsam bor. Alloh omadini bersin, ikki dunyoda aziz qilsin o'rtog'imni. O'ylagan hamma yaxshi niyatlariga yetib yursin. Millionlab подписчикlar yig'ib, liderlar qatorida yuraversin, shunaqa farzandlarini rohatini ko'rsin, kelin bilan birgalikda. O'tganlardan Alloh rahmat qilsin. Tanigan bo'lsangiz, bu sizni yaqin do'stingiz, kursdoshingiz. Rahmat Farhod, rahmat Ramzin akamga ham rahmat. Yana hali kimlar gapirgan bilmadim-ku, lekin zo'r tanlabdilar. Qoyil qoldim. O'sha davrga ozgina qaytdik birgalikda. Zo'r Talabalik paytlar. davriga. 2025-yil siz uchun ham yo'qotish yili bo'ldi. Eng katta yo'qotishlar 2025-yilda bo'ldi. Avval boshi otangizni, onangizni Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Joylari jannatda bo'lsin. Tez bo'ladi deb o'ylamadim men narsa. Bu narsa har birimizning boshimizda bor. Kim qanaqa o'tkazadi? Faqat sabr. Bu odamlarning yaxshiligicha
Ammo deb sal o'zim kiyolsam, yo'q, u narsa ko'zim ko'ryapti boshqa bor. O'sha paytga men uxlayotgandim abed payt. Telefon bor, bitta odam telefonda shunaqa baqirib yig'layapti, aka. To'xtatib bo'lmayapti ana odamni, ana odamni eshitib men ham yig'layapman. Otam motini aytayapti, yig'layapti. Otam motini aytayapti, yig'layapti. O'sha lekin real holatda bugungi tomoshabindagi bolalar, yoshlar fikrlash bo'yicha qarasa, как это так, yo'q u narsani deydi, yo e'tirof qilish kerak, qilishi mumkin bo'lgan narsa bilan-da, bu ertaga bir rivoyatdan ham battar holatda shunaqa devorishadi bir payt. Hozir o'rni kelib qolgandek tekin, shunaqa qilish ko'p-da, bu yolg'onligi, bu tomoshabin uchun ishlab berayotganligi deb o'ylayman. Yo'q, unaqa qila olmaymiz-ku. Borligida, hayotligida har kim o'z ota-onasining qadriga yetsin, boshiga qo'yish shart emas, joyiga qo'ysin. Shuni o'zi kifoya. O'tganlarimizni Alloh rahmat qilsin. Rahmat aka, menga shu imkoniyat berganingizga rahmat aka. Kino teatrida nima gaplar? Kino teatrida aka, kino masalasiga to'xtalaman. Aka, men hozir eshitsa balkim sizlar ham hayron bo'lasiz, tomoshabin. Aka, men xorij kinosida o'ynaganman. Ya'ni Rossiya xorij kinosi hisoblanadi. Fotih Jalolov bilan telefilmda ishlagan payti bor-ku. O'sha paytda men eshitib bitirganmidim, yo'qmidim. Hozir ham shu filmni YouTube'dan topib ko'rsa bo'ladi. Na krаю stою degan kino bor. O'sha kinoda Furqat Fayziyev, Mirzaka Azizov, Fotih Jalolov shular bilan birga kinoda o'ynaganman. Undan keyin tashqari kinolarda, epizodlarda o'ynadim, seriallarda o'ynadim, lekin o'sha kino meni kinodagi umrim, kinodagi ijodim bo'lish bo'lmasligini hal qilgan deb o'ylayman. Chunki undan keyin ham o'ynadim rollar, lekin kino masalasi shu kelgan sababi rossiyskiy kino ijodkorlar bitta joy tashkil qilishgan, bir chimillida narkotik bilan bog'liq narsa edi. Kuyati Rota degani bola ham o'ynagan u kinoda.
Xullas bordim, har kuni O'zbekiston mehmonxonasiga boraman uydan chiqib, u yerda avtobusga o'tirib syomочный площадкаga ketamiz bir chimillarga. Boramiz, endi Dilshod akam bilan men ishtahamiz yo'q odamlar biz. Ya'ni yeb ichishga to'xtalaman. Yaxshigina dasturxon. Hurmat zo'r aka. Kiramiz, grimga kirib, grim qilindimi, quyosh chiqmay qoldi. Bulut kelmay qoldi, gonorar yoziladi. Gonorar $50. Bir kun bordim, 2 kun bordim, 3 kun bordim, tushaman syomkaga, o'sha epizod rol bo'lsa ham fura haydashim kerak. Normal ketdi. Har kuni biz bilan birga avtobusda bitta avcharka boradi. Avcharka boradi, avcharka har kuni narx talashdi uni. $150, $120, $130 ovqat berish kerak. Bundan so'ng jari ya'ni kinoliklarniki bo'lsa kerak, yo'q hurmati baland avcharka. O'sha narsa meni o'ylantirib qo'yganda, "Itti hurmating bo'lmasa, nima kerak borsang kinoda" dedim-da. Balki men uni hurmatga loyiq emasdirman o'sha paytda ham, hozir ham. Lekin kino shunaqa narsa ekanki, aka bu rostakam nina bilan quduq qazish kerak ekanda. Bugun kinodan kashf qilingan aktyorlar bugun hech narsada o'ynamasa ham, hech qayerda intervyu bermasa ham, ular shaxs, ular litso bo'lib turibdi. Kinoni mehnati shunaqa. Mani bir xil paytlarda internetda e'tirof qilib qolishgan, "U siz kinoda o'ynagan ekansiz" deyishadi. Bir narsada bo'lishadi. O'zi $50 ga o'ynaganman. Kinodagi hayotimni o'sha yerda belgilab olganman. Men kino aktyor emasman, menimcha. Balkim deb o'ylayman. Lekin ba'zi birlar e'tirofida yo'q, sizni yecha oladigan, ocha oladigan bir odam bo'lsa ishlatsa bo'ladi deyshadi. Aktyorlik qobiliyatimga menga emas baho berish, xullas. Men seriallarda o'ynadim, seriallarda rejissyorlik qildim. Akajon xizmatingizda biz degan film olgan Shuhrat Nuraliyev rahmatli, unda o'ynadim. Elyor Hoshimov Farzandim filmida o'ynadim. Kinolarda shunaqa o'ynadim. Xo'p. Endi umumiy aytadigan bo'lsa, kino anaqasini men 4 yil yo 5 yil oldin rahmatli Murod Rajabovdan intervyu olganman. O'sha gap haqiqat. Ya'niki kinoga tilovat qo'yiladi deganlar o'sha yerda. Kinoga hayotga tilovat qo'yiladi deganlar. Nega unaqa deyotganim sabab, aka bugun serial ham, bugun kino ham, bugun media olami ham hammasi yolg'onga qurilyapti va 200lamachilik juda ham ko'p bo'ldi. Juda ham ko'p 200lamachilik holatlari media olamida bor, yo'q emas, samimiy odamlar bor, rostakam gaplashadigan odamlar bor, rostakam o'zini taqdim qila oladigan odamlar bor, juda ham kamda, aka. O'sha eskilada qoldi bu shkola. Yengili bugun maqsadli, aka. Nech pul berar ekan, nima qilar ekan, menga nima foyda, nima zarar degan narsani hisob-kitob taroziga qo'yishadi. Aka, men shunaqa odamlarni bilaman. Endi 600 dan 1000 ga yaqin pashti intervyu olgan bo'lsam, aka, odam shunasi bo'lib ketadi deb tavba qildim. Men yolg'on emotsiya, yolg'on narsani ko'rsatish o'z tabiatdan yomon ko'raman. Bormi? Bor, misol uchun. Menga misol uchun yaqinda bo'lgan narsa bitta ko'rsatuvda boshqa sifat ishlab chiqqanlik bitta odam shunday chiqdi, menga staj mana qilib tutyapti-da, internetga ham qo'yib yubordi. Qanaqa odam yomon odam bo'ladi? Odam yomon odam bo'ladi. Bu hammasi bu, aka. Hammasi shu. Keyin yana dubl qilib to'g'rilab oldi, endi nima qanaqaligim. Birinchidan kutilmaganda berilyapti savol menga. Ogohlantirmasdan berilyapti savol menga. Va menga nisbatan ogohlantirilmaganligini bu любой narsa qilish mumkin degani emas-da. Men ham o'zimga yarasha hurmatimni, o'zimga yarasha o'rnimni bilaman, aka. Bitta narsani aytaman, aka, juda kam odamga uchraydigan narsa, aka, men hech qachon atidan nimadir qilmayman. Ko'pchilik meni intervyularim masalasida to'xtalib o'taman. PR-ga qildi, boshqaga qildi deydi. Aka, menga kelib PR talab qilgan intervyu beradigan odamni men отказ qilganman. PR-ga spetsial ishlab, yana bitta narsa aytaman, aka, men birov ko'chada ketayotganda yiqilib tushsa, birovni burni qoragandan oldin ham, keyin ham xursand bo'lmaganman, bo'lmayman. Agar men birovni salbiy holatidan yoki bo'lmasa imkoniyatsizligidan bir kamsitib boshqa qiladigan bo'lsam, men unda dunyodan o'tib ketgan otamning bolasi emasman. Birovni imkoniyatsizligidan ustidan ko'rmaganman, ko'rmayman. Hozir mana shu suhbatlarimiz orasida fikr kelib qoldi-da. Abduvosit mana hozir negativchilarga oldingi Abduvosit bo'lib javob qaytarasizmi yo umuman hayot saboqlaridan o'tib kelayotgan Abduvosit bo'lib javob qaytarasizmi? Hozir mana cho'tkitini o'zim ham ko'rib boraman. Men o'zimdan ko'rib boramiz. Mana tomoshabinlar yaxshi bilishadi. Endi shunaqa savollar bo'ladi. To'g'risi bir odamni tuklari turib ketadigan savollar bo'ladi. Bu ba'zi
O'tirgan odam qani nima bilan tugaydi deb kuzatib o'tiradi. Kechqurun soat 3 ta bo'lsa ham men kuzatib boraman. Kechqurun 3 ta bo'lsa ham. Kechqurun soat 11-12 da qo'ysanglar, soat 3 ta kuzatib boraman-da. Hozir nima javob bo'lar ekan? Mana shunga qatdan kelib endi ketidan o'ylayman negativni. Shunga javobini qanaqa qabul qilar ekan deyman. Shu menga sal qiziq bo'lib qoldi. Zo'r savol berdingiz aka, menga yaxshi savol berdingiz. Men hozir yana qizlarni ko'rsatuvlarga bog'lab javob beraman. Akmal Mirzo fikr bildirgan haqimda ko'rdim. Rahmat Akmal Mirzoga ham shu ko'rsatmadan, lekin men har doim o'zi intriga yoki o'zim qarama-qarshilik fikr bildirishni yaxshi ko'rgan odamman-da. Men uchun o'rinli deb hisoblasam, boshqalar uchun emas. Akmal Mirzo o'sha yerda bitta gap aytdi, esingizda bo'lsa agar, Abror Muxtor Aliyev bilan suhbat qilsa, ro'parasiga aytdi, Abror Muxtor Aliyev o'tirgandek tutadi. Nega tutmasligim kerak? Nimaga men pul berishim kerak suhbatdoshimga? Men Alisher akam bilan o'zim suhbat qiladigan bo'lsam, deylik. Biron bir bugungi kunda chiqib ijod qilayotgan vayinchi bilan gaplashayotgandagi beradigan savollarimni men sizlarga bermayman. U prosmotr bo'ladimi, bo'lmaydimi menga farqi yo'q. Meni oldinda Alisher akaga duchadigan hurmati turibdi. Men intervyuni kesmayman deyman-ku, kesmayman, lekin qo'ymasligim mumkin. Qo'yilmaydi intervyu, qo'yilmagan intervyular bor ekan. Zug tushmay qolganidan tarixda tamal tosh qo'ygan odamlarning obro'siga minus olib keladigan intervyu bo'lgan. Men qo'ymasligim mumkin intervyu olib bo'lgandan keyin. Men birovga maslahat qilishim kerak. Dilshod akam obro'sini men qilib berganman. Alisher akam obro'sini men qilib berganman. Bugungi turgan darajasi. Nima haqqim bor ularni tushirishga? Misqollab yillar davomida yig'ilgan obro' e'tibor bitta nojo'ya harakat bilan yo'qqa chiqishi mumkin. Kimnidir xatoligi bilan o'sha xatolikni qilmaslikka harakat qilasiz. To'g'ri. Endi hozir aytayotgan narsalardan kelib chiqib shu Abror Muxtor Aliyev bo'lib gaplashasa deganman deganda hali ham shu fikrdaman, nimaga gaplashmasligim kerak. Aka, men intervyu olamiga bitta qaradim tepadan, intervyu olmasdan turib yo'q aytdi. Qarasam, assalomu alaykum muhtaram va muhtarama mehmonlar. Bugungi suhbatimiz O'zbekiston xizmat ko'rsatgan falonchi pistonchi bilan. Bilasizmi, san'atga qanday kirib kelgansiz? Navbatchi savol. Xo'p, bu undan ham oldinroqsin gapirdi. Endi beriroqga o'tamiz. Siz san'atda bo'lmaganingizda nima kasb egasi bo'lardingiz? Qarasam, hammasi odobnoma beryapti. Choyni berib. Men nima qilib beraman bu bozorga kirib? O'zi mavjud bozor. O'zi bor narsa, men nima qilib beraman? Keyin unaqa aqlli narsalarni alkash, fohisha degan formatlarda qarashlar bilan yashaydigan odam listat qilib o'tib ketadi. Endi aka cho'milganga arzimaydigan xatti-harakat nima keragi bor dedimda, to'g'ri, buni diniy ulamolar ham e'tirof qilib gapirishadi. Fahish aralashtirib so'zini 3000 ta odam ko'rsa ham 2999 tasi ko'rmasligi va effekt bermasligi bu natija emas-da, bitta odam. Men nima qildim, aka? Men kirdim, bu sferaga kirdim. Aka, siz cho'chimaysizmi? Bunaqa narsalarni qilishdan, boshqa qilishdan, siz bitta san'atkor bilan. Siz nima bunaqa dangal gapirib, efirda, syomkada. Dudi menga shunaqa dudim, o'shani olib men o'ziga qo'ydim. Katta ehtimol bilan bilardim u qo'yishini. Aka, lekin u yerda u ko'rsatuvda ziyosi ko'proq-da. Tushunasizmi? Ziyo ancha ko'p ziyo. Bu tomonlama oladigan bo'lsa. Va buni e'tirofini o'tdi joyda bildim, aka. Hozir negativligi gapni oldinroqdan tushuntiraman. Bir kun Zarxal to'yxonasi to'yga bordimda, kastim mashinam orqasida turadi, kastim olaman deb shuni archani oldim, mashina tushaman desam, 120 kilolik odam, balkim ko'rsalar biladi. Kelyapti men oldimga bir aka bir 400-500 gram tilla taqib olganda, ya'ni imkoniyati bor odamda. Oh dedim, hozir qaysidir intervyu masalasida dedim, e'tiroz bildiradi, menga qarab ko'rdi. Ya'ni shunday sharoit hal kirishim kerak emas. Ukam bir minutga mumkin biz bilan gaplashsam bo'ladimi dedi. Men qo'rqayotgan qo'rquvni yo'qotgan narsa u odamni sharr etib yig'lab olgan. Chunki yo bo'ldi-da, endi 4 ta o'g'li bor ekan, aka. 4 ta o'g'li bor ekan. 4 talasi ham erkak bor ekan. 200 millionlab shu paytda 4-5 yil oldin. 200 millionlab pul tikib narkotik orasidan chiqarib qaytara olmagan ekan-da. Bir kun dedi 2,5 km avtomatik darvozam bor deydi, uyda deydi, mashinamda shunday kezam deydi, darvozaga ochilyapti deydi. Qo'lim yorug' deyapti, katta ekrani bor ekan, 4.5 mi katta monitor. 4 ta o'g'lim o'tiribdi 2 soat deydi. Dot deb yig'lab o'tiribdi deydi. Monitorda sizni intervyu turibdi deydi. Ota to'g'risida gaplashgan. Ota to'g'risida gaplashgan, ani bolalar deydi, men mashinadan tushib kelsam, bu yerda oldimga yugurib quchoqlab tortadi bizdan kechiring. Ishonasizmi, 200 million pulim qila olmagan narsa deydi, bolalar ruhiyatidan bo'lib deydi. To'xtatdi dedi shu narsani, aka. Aka, men yana uchdim-da, Gagarinman, aka, men undan keyin e'tirofdan aka zo'r suyangan shunga qaytmay. Demak, ishladi men narsani dedim.
o'sha Hamidovani intervyusida ham kunda bo'lish kerak deganda ham aka negativlarni Moskvada bolalar notebookda qo'yib yuborgan, Moskvadan qo'yapman, O'zbekistondan bo'yicha turganlarman, menga nito qarayapti. 1 million 700 ta odam ko'rib bo'lgan aka, necha soat yo'q. Bitta odam e'tirof etyapti-da, go'sht yeyapsiz deydi. Kimdir go'sht tirnog'i bilan chiqarib tashishini orasiga kelsa, kimdir zubachiska bilan oladi, kimdir yoptirib oladi, kimdir shunday. U uni tanlovga xohish etyapti-da. Bundoq analiz qiling, aka, действительно men javob beramanmi u qiz qilgan xatosi uchun? Yo'q. Yoki yaxshi qilgan ishi uchun men savob olamanmi? Yo'q-da, aka. Tushunasizmi? Bu mumkin emas-da bu narsa. Ertasi aytadiki, telefon qilib, "Men qarang, men MMA'da setga urishadigan bo'laman. Men siz ko'rgan joyimda tiqib tashlayman, peshonangizdan otib tashlayman" deyapti-da. "Xo'p" dedim. "Bitta savol bersam maylimi?" desammi dedi. "Intervyuni ko'rdingizmi yo reklamani desam, besh boshini ko'rganim o'zida. Aka sizdan bitta iltimosni pichog'ingizga borib men o'zim qadalaman. Bitta intervyuni ko'ring. 40 minutdan keyin telefon qilib kechirim so'rayapti-da. Intervyuni ko'rmagan. Bangala to'g'ri. Endi negativchilik masalasida deyapsiz-ku. Aka men har doim haq taraf, to'g'ri taraf bo'lganman, krasishni aslan xohlamaganman. Men любой qani negativ ko'taraman. Qaysiki mendan boshqa meni yaqinlarimga tegish haqqi yo'q. Ular emas gapirtirgan, ular emas gapirgan. Ularga tegmasin, basharamga, kallamga, og'zingga, palon, piston gap bo'lishi mumkin emas. Bu maydonga chiqish kerak, chiqqandagi turishni bilgan odam chiqish kerak-da. Siz xato qilasizmi, siz xato qilasizmi, bu ko'rsatuvda men hozir xato qilaman. Buni inkori, buni negativini bu odam yozishi mumkin-da. O'rinlimi, o'rinsizmi? Chidolmadingizmi, maydon sizniki emas, bo'shating. Chidasa turishga men chidayman. Faqat shu taraflaman. Mayli, meni xohlagan so'ksin boshqa. Faqat o'zimga, chunki men qolmadim bu ishga. Yaqinda bir ish bo'ldi, aka. Bitta odam issiqligida bo'ldi bu narsa, aka. Onadan ketib qolibdi-da, juda qattiq. Onam o'tganlarga hech qancha muddat Timur orada hech qancha vaqt yo'q. Yozdim-da, aka, bor gapim bilan yozdim-da. Действительно, aka, balkim ichki ishlar kerak ekanda, men samosud qilaman degan qarorga keldim. Qilardim ham, aka, men qamalib ketsam ham qilardim narsani. Sug'urib olaman kerak joyini deb. Keyin o'zimni bosdim. Ommada yozganda-yu, men ichkiga yozdim. Meni uy tug'im ham shunday bo'ldi. Ommaga yozgani jazosi katta ekan, keyin tushuntirib berishdi. Ichkasiga yozdim, keyin o'chirib tashladim. Men dedim, qonuniy murojaat qilaman. Unga yozdim, e'tirof qilib, qanaqa ko'p odam bilan gaplashgan aytaman. Qanaqa gaplashsan? O'zaro samosudmi, yo qonuniymi, yo diniymi, xohlagan taraflimi? Ko'pchilik yozadi menga. Men bitta narsa aytaman, negativchilik aka, gaplashadi, men bilan kontakt qilib. Xatoyim to'g'ri bo'lmasa, xato bo'lsa, men tayyorman ommaga chiqib, mana shu kuzatuvchim aytdi. Meni kechiringlar, muxlislar, tomoshabinlar, iltimos kechiringlar deb yalinib kechirim so'rayman. Lekin sen tayyormisiz yoki siz tayyormisiz? Agar men o'sha yerda nohaq emasligimni isbotlab bersam, ommaga chiqib siz kechirim so'rashlik ketsam, aka uzr deysizlar. Men mana shu jamiyatda yashayotganimda, shu jamiyat ichida shunaqa negativchilik borligi va ular o'zbek tilini tushungani uchun negativchi alam qilib, vijdonim shundan keyin aka shunaqalar orasida yashayapmiz deb biznikida o'sha millat tushunasizmi? Negativ yozishayotganlar ko'proq sababi bilmayman, o'zini hayotidagi nimadir muammosi bor. Lekin menga alam qilib, o'sha bizani odamlar, aka, biza o'sha o'zi aslida. Zamondoshimiz. Endi ba'zi bir negativlar bor, aka, o'rinli, o'rinsiz deyshadi. Yo'q, aka, umuman keraksiz o'rni ham bo'lmagan narsa bor. Ular borib делать нечего deydi-yu. O'shanga yozib Qiladigan ish yo'qdan yozgan. mana hozir mana shu intervyuda ham meni qaysidir ma'noda kashf qilar kimdir, yomon yoki yaxshi taraflarmi? Lekin men hozir bor narsani gapiryapman. Menga Dilshod akamdan, Alisher akamdan bir narsani bekitib, bir narsani chiroyli ko'rsatishdan hech qanaqa foyda yo'q-da, misol uchun. Men marketingni hisobga olib turib kelmaganman suhbatga. Moliyaviy narsani hisobga olib turib kelmaganman. O'sha addushi gaplashish. Bizani ham ko'rsatuvimiz bekorga sizga gap yo'q degan jumlani ishlatmaganmiz. Nimaiki, inson o'zidan kelib chiqib gapir. Biz sizga hali savol berishimiz, mana boya aytib o'tdingiz-ku, hali qanday paydo bo'lgan o'quvchi yillar. Yo'q, bizda erkin. Mana biz hozir o'zimiz uchun, nafaqat o'zimiz uchun, tomoshabinlar uchun Abduvosita yana bir kerakli nuqtalarni ochib berdik. Bizga bersam xafa bo'lmaysizlar. 55% maza qildim. Hal balkim davom etamiz yo'q boshqadir, lekin aka nimaga davom? Aka, men mana shunaqa suhbatni xohlab yurdim, qila olsa deb. Ya'ni nima? Menga pafs, menga doda narsalar, juda aqlli fikr hozir bor-ku, mana bunday qilolman, bunday qilib degan jurnalistik boshlovchilar bor. Hali
bilasizmi, nafosatdan farqi nedir? Bu narsa degan aqlli gaplar, samimiy, oddiy, jaydari, millioner ham, aristokrat ham tushunadigan suhbat xolab berdim va men hozir olayotgan energiyam, berayotgan energiyamdan ko'ra ijobiy menga. Men bu ko'rsatuvga 4 tadan keyin chaqirsangiz yana kelaman, gaplashaman demoqchiman. Agar endi davomida balkim hozir foizda ko'payar, men uchun 55% uchun mazza qildim aka. Men qaysi ma'nodaki o'sha bo'layotganlar erkin, bir vazifa yuklatilmagan, javobgar, необязательственный holat deyiladi-ku. O'sha narsani men kutganim darajasida olmayman-da, 55%. Men shuni kutuvdim, shuni xohladim aka. Chunki nimaga aytaman aka? Bizani kerak bo'lsa kanalimizni rejasi va mo'ljalidagi prosmotr yoki bir narsa udarli narsalar mo'ljal qilingandek emas. Sizlar shuni haligi yaxshilik qil, Tashadaryoga bilsa baliq bo'lmasa xoliq variant bo'lgani uchun va o'sha iskrinlik, samimiyat bo'lganligi uchun aka mazza qolmadi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bugungi ko'rsatuvimiz hamkorlari Daniel Hill mehmonxonasi hamda Omaf parfyum. Samimiy suhbat uchun, dildagi gaplar uchun, chiroyli e'tirof uchun sizga kattakon rahmat. Tugashini xohlamayman. Ijoddan charchamang. Rahmat aka. Hamisha chotki bo'lib yuravering, sizga gap yo'q. Rahmat aka. Shunaqa e'tirof qilib aytganimdek, mana shunaqangi ro'yxatda, shunaqangi peshtaxtada bo'lganimdan juda ham xursandman aka, sizlar tarafidan. Chunki o'rtoqlar, men bu narsani aytib o'taman, bu haligi bularni yarintomni, bularga yaxshi ko'rinib maqtashdan menga foyda yo'q. Bularni e'tirofi, bularni setkasiga, bularni qarmog'iga ilinishlikka munosib bo'lishlik sababi bular hozir men aytib bergan narsalardan ko'pidan o'tishgan odamlar, ijodkorlar, o'sha xalqimiz olqishiga, e'tirofiga sababchi bo'lib, tekinga ijod qilib kerak bo'lsa, mehnat qilgan odamlar va yonidan, uyidan, otasidan, onasidan, akasidan, ukasidan, o'rtog'idan qarz olib o'sha bir material tayyor bo'lish uchun xarajat qilib bugungi kungacha yetib kelgan odamlar, shunaqa samimiy odamlar bilan suhbat qilganimdan xursandman. Men iltimos qilgan bo'lardim, negativlar bugun dam olinglar, ijobiy fikrlar bo'lsa, menga emas, bularga nisbatan. Bularni meni gapirtira olganiga nisbatan fikrlarni kommentariyada kuzataman va like bosinglar, obuna bo'lib qo'yinglar bilan kanalga deymiz, bora YouTube'da. Yazini bosinglar Lux TVga omad. Hurmatli teletomoshabinlar, bugungi mehmonimiz bilan xayrlashar ekanmiz. Abduvasit, ko'rsatuvimiz hamkorlari Omaf parfyumdan sizga esdalik sovg'alar. Rahmat, mana shu homiylarga ham men minnatdorchilik bildiraman, chunki bizning ishimiz bevosita shu bilan bog'liq. Qo'llab-quvvatlayotgan yillar xarajati $1000 bo'lsa, $1,000,000 bo'lib qaytib kelsan, bunaqa ijodni, bunaqa samimiyatni qo'llab-quvvatlayotgan barcha mana shu jamoani yigitlari va kadrordagi yigitlarga va homiylarga ham kattakon rahmat aka. Omaf brendi jahondagi 10 talikning ichiga tez orada kirishiga niyat qilaman va ishlariga baraka tilayman. Rahmat aka. Sizga gap yo'q. Gaplaringiz chotki bo'ldi. Lekin sizga gap yo'q. Aka sog' bo'ling. Rahmat sizlarga. Sog' bo'ling. Rahmat. Rahmat.